Yurtimizda turli sohalarda xalqaro hamkorlik bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Islohotlarning bir qismi ta'lim tizimida ham bo'y ko'rsatyapti. Jumladan, Toshkent davlat texnika universitetida O'zbekiston va Xitoy o'rtasida yangi hamkorlik yo'lga qo'yildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mazkur xalqaro maktab ilk bor tashkil etilgan bo'lib, darslar davomida geologiya, konchilik ishi, innovatsion muhandislik kabi yo'nalishlar bo'yicha nazariy va amaliy darslar tashkil etildi. Bu yozgi universitet 15 kun davomida, ya'ni 15-iyuldan 30-iyulgacha davom etadi va mana shu vaqt davomida talabalar va professor o'qituvchilar Toshkent davlat texnika universitetining salohiyati, unda qilinayotgan ilmiy izlanishlar, xalqaro hamkorlik hamda O'zbekistonning ikki tarixiy shaharlari Buxoro va Samarqandga tashrif buyurishadi. Har yili har xil bitta yo'nalishga e'tibor beriladi. Mana bu yil konchilik yo'nalishidagi aynan talabalar, ko'pchiligi konchilik yo'nalishidagi talabalar tashkil etgan bo'lsa, masalan, keyingi yilga aynan energetika sohasida, balki elektronika yoki avtomatika sohasida tashkil etib boriladi. Bundan avval talabalarimiz shu hamkorlik bo'yicha Xitoyda yangi tajribalar bilan tanishib kelishgan edi. Kelgusida bu kabi hamkorliklar Yevropa davlatlari bilan ham tuzilishi kutilmoqda. Bu yil Toshkent davlat texnika universitetining 15 ga yaqin talabalari Xitoyning hamkor universitetlarida yozgi universitetlarda qatnashdi. Masalan, mana shu Xitoy konchilik va texnologiyalar universitetiga 2 nafar talabamizni jo'natganmiz. Ularda tashkil etilgan yozgi universitetda muvaffaqiyatli qatnashdi. Hunan universitetida, Lanzhou universitetlarida qatnashib kelishyapti. Bu hamkorlik bir necha yillardan beri Xitoyning top universitetlari bilan davom etmoqda. Mashg'ulotlarda Xitoy konchilik va texnologiya universitetidan 39 nafar bakalavr talabalari hamda 3 nafar professor o'qituvchilar ishtirok etishyapti. Loyiha ikki universitet o'rtasidagi ilmiy aloqalarni mustahkamlash, tajriba almashish va ularni rivojlantirishga xizmat qiladi. Menimcha bu dastur juda ajoyib. Talabalarimiz bu yerda ko'p narsalarni o'rganishadi. Ayniqsa ularning aksariyati O'zbekistonga birinchi marta kelmoqda. Bu ular uchun mutlaqo yangi tajriba bo'ldi. Aytishim mumkinki, ularning 90% dan ortig'i kelasi yil magistraturada tahsil oladi. Professorlar tomonidan o'tilayotgan mavzular ham ular uchun mutlaqo yangi. Xususan konchilik, mis qazib olish va bu yerdagi ochiq konlar haqidagi ma'ruzalar ularning universitetdagi ilmiy tadqiqotlari bilan chambarchas bog'liq. Dastur davomida ma'ruzalar, seminarlar, laboratoriya mashg'ulotlari va ilmiy muloqotlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Sitora Bonu Rahmonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.